Kosmetologlar, iltimos meni urishmanglar, sababi bugun men uy sharoitida yuzni oqartiradigan va yuzni yanayam svejiy qiladigan retsept o'rgataman. Oddiygina aptekada sotiladigan vitamin E va tuxum kerak bo'ladi. Vitamin E ni bittasini olamiz, lina yordamida teshib olamiz. Endi esa qo'limizga surib olamiz. Endi ikkita qo'limizga yaxshilab surib, hozir yuzga vitamin E ni surib olamiz. Hidiga ozgina chidab berishingiz kerak. Mana yuzimizga surib oldik. Endi esa shu holatda yarim soat turamiz. Endi esa tuxumni oqini ajratib olamiz. Mana tuxumimiz oqini olib oldik. Endi esa uni yaxshilab qo'limizda ko'pirtirib olamiz. Tuxumni oqini yuzimizga suramiz. Negativchilik shart emas. O'zimda sinamagan narsalarni hech qachon profilimga olib chiqmayman. Tuxum oqini yuzingizga qancha ishqalaganingiz sari yana ham effekti zo'r bo'ladi. Endi esa yuzimizni yarim soatga qoldirib, iliq suvga yuvib olamiz. Mana yarim soat bo'ldi. Endi esa yuzimizni yuvib olamiz. Mana qizlar, yuzimni yuvib oldim. Qaranglar, qanaqa yaltirab turibdi. Yuzimda hech qanaqa effekt yo'q. Bir oy ichida yuzinglarni tiniqlashtirib beradigan ratsionlarimda har xil yuz turlari uchun retseptlarni sahifamga qo'yib boraman. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosing va obuna bo'ling. Bu meni keyingi videolarni olishimga juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.